Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli do'stlar. Bu gigant o'rigimiz yangi navlardan biri oranjiy rubi. 3 donasi qo'limga zo'rg'a sig'yapti. Juda ham tiniq rang oladi va eksport bo'ladigan o'riklardan biri. Mana qaranglar, 3-yoshida kamida bir 15 kilo, 20 kilo hosili bor. Shuncha hosilga qaramasdan yetishtirib bergan. Juda ham yirik holatda yetishtirganda ham mana rangi hozirgi kunda ichki bozorda kecha kuni ichidan uzib sotdik, siyraylatdik ichidan 13 ming so'mdan berdik. Bu eksportga xudo xolasa 20 ming so'mgacha ketadigan o'rinlardan biri. Ko'chatlarni ham ko'paytirganmiz, albatta xarid qilishlaringiz mumkin. Pastdagi nomerlarimizga aloqaga chiqib ko'chatlarni xarid qilsanglar shu holatda o'rinlar yetishtirib sotaverasizlar mana. Bir tup emas, hammasi shunaqa qolgan. 3-yoshida o'rigimiz. O tagi ham o'zi ko'rinib turibdi-yu. Mana mevani qaranglar. Muhimi yetishtirib berar ekan, shunisiga juda ham qiziqdik bu o'rikni. Rangiga juda ham ishlarkan. Pastda nomerlarimiz bor do'stlar, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ko'chatlari ishonchli va sifatli. Albatta mana mevali ko'chatlarimiz bu tarafda, boshqa turda mevali ko'chatlar ham bor. O'riklarimiz bu yoqda, hozir yaqinlashtirib ko'rsatamiz bu tarafda. Shu yerdan olib, shu yerda o'ziga payvand qilganmiz. Ko'chatlari bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, podpiskani bosib qo'yamiz do'stlar.